Yaqinda mana shu bozorda obzor qildim, hammasi qo'shmayapti deb. Berishlar ham ko'p ekan bular, material ham bor ekan mana. Yana shu bozorga keldik. Asosiy tovari ham ashincha, odam yo'q, kam deymiz, lekin bularning savdosini qarang. Mana bu tovarlar assortimentlar, juda yangiliklar ko'p chachib yuborishibdi. Yozgi ham, qishgi ham, kuzgi ham, bahorgi ham mana bu nimadan qiladi? Shot fakturalar mana. Sotilgan shot fakturalar mana. Mana ko'ryapsiz, shot fakturalar mana. Savdoni qarang. Bular onlayn ham sotib azasini qilib yotishibdi. Endi ishchi ko'zini bilsanglar sotyapti mana. Mana assortimentlar. Assortimenti ham zo'r, sotuvdi ham zo'r eplaydi, imijimida hal qilib qo'yishyapti hamma yo'qda. Eng yaxshisi hozir ilm o'rganish kerak bo'lyapti. Do'stlar, hozir pulim qutqarolmaydi. Agar ilmingiz yo'q bo'lsa, 100 ming dollar tikdim, e'lonni ko'rdim, bankini to'ldim deyorasiz. Agar pulingiz yo'q bo'lsa ham, kam bo'lsa ham, aql bilan, ilm bilan, tajriba bilan bir to'xta o'zingizni tanqidiy analiz bilan ish qilsangiz, yaxshi rivojlanish bo'ladi. Hozir bilimsiz, ilmsiz ko'chaga umuman chiqib bo'lmaydi. Ko'zingizni o'yib oladi. Ko'zingizni o'yib oladi kim? Asosiy, johil kim deydi-yu, hamma o'ziga o'zi johil. O'zingiz bilmagandan keyin sizga hech kim dushman emas, siz o'zingizga dushman bo'lasiz. Shuning uchun hushyor bo'lish kerak. Har bir biznesga ilm bilan, shuni aql bilan yondosh kerak. Aqlni o'ziga qo'yib qo'yganingiz bilan u faqat nafs tomoniga ketib qolishi mumkin. Ilm bilan jilovlanadi va rivojlanadi. Shuning uchun ilm olinglar do'stlar. Marketing ilmi hozir eng trendda. Sotuvni bilsangiz, havoni ham sotasiz. Havoni. Bu majoziy ma'noda yo'q narsadan ham pul qilsa bo'ladi. Noldan bir qilsa bo'ladi. Ilmni bilsangiz. Shunaqa gaplar.